Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan men usta Shohruxbek. Bugun 20-fevral 2025-yil biz navbatdagi xonadonimizni tunikafon ishini Andijon viloyati Marhamat tumani O'qchida mana shunaqa go'zal holatda o'z nihoyasiga yetkazdik. Ushbu xonadonimizga jami bo'lib tunikani rasxodiga hisoblaganda 175 kvadrat atrofida tunika ishlatdik. Undan tashqari 46 metr tarnovlarni o'rnatib berdik. Bu xonadonimizni joyini kvadrati 100 kvadrat atrofida edi. Bilasizlar do'stlar, biz tunikani rasxodiga hisoblaymiz. Tunikani rasxodiga hisoblaganda aynan mana shu fasonda bu xonadonimizga 175 kvadrat atrofida tunika ishlatdik va xonadon egasiga tunika foni tarnov bilan birgalikda 2000 AQSh dollariga barcha xarajati ichida bitkazib berdi. Xonadon egasi bir mahal obed berdi, qolgan barcha xarajati bizning hisobimizdan bo'ldi. Hurmatli obunachilar, videomiz sizlarga ma'qul kelayotgan bo'lsa va foydali bo'layotgan bo'lsa, videomiz keng tarqalishligi uchun bir dona laykni gumburlatib bosib qo'ying va kommentariyaga ushbu ishimiz haqida o'z fikringizni yozib qoldiring. Bu xonadonimizni tunika foni, ya'ni rangi oq rangi, mokriy rangda bo'ldi do'stlar. O'zigacha dizaynda, o'zigacha fasonda tunika fonini bitkazib berdi do'stlar. O'zingiz ishimizni ko'rib baho berishingiz mumkin bo'ladi. Siz ko'rib turgan ichkari shapkamiz aylanasiga tagi 10 sm atrofida qo'shimchasiga darvozaxonasini ham qilib berganmiz. Xonadon egasi o'zi aslida shapkalarni chaqirgan edi bizni. Undan keyin Shohruxbek bir yo'la darvozaxonani ham qilib bering deganligi uchun darvozaxonasini ham qilib berganmiz. Bu tomonga ham alohida to'xtalib o'tamiz. Undan oldin do'stlar, kelinglar mana bu shapkamizga bitta izoh berib o'tib ketay. Bu shapkamizni 10 sm atrofida bo'lgan joylariga mana shunaqa holatda chiqarsa bo'ladi. Bu yerda ranglarimiz juda me'yorda ishlatilgan, asosan oq rangdan foydalanilgan. Mana bu mayda detallari esa mokriy rangda qilib berilgan. Sizga mana shu fasonimiz yoqdimi yoki yo'q, albatta kommentariyaga yozib qoldiring. Sizning fikringiz biz uchun juda ham muhim. Xudo xohlasa 2025-yil aynan mana shu fasonimiz trendga chiqishi kutilmoqda inshaalloh. Juda ham bejirim holatda bo'lib chiqdi bu fasonimiz. Hamma joyda ham bunaqa fasonda qilinmaydi do'stlar. Yangilik desak ham bo'laveradi. Bu yerda biz detallarni almashtirilgan holatda chiqarib berishga harakat qildik. Aynan mana shu fasondan ko'proq namanganlik hamkasblarimiz, oshnalarimiz, ya'ni do'stlarimiz qilib bermoqda, faqat oppoq rangda qilib bermoqda. Biz bu yerda ranglariga ozgina o'zgartirish kiritganmiz. Hamma yo'g'ini oppoq qilmadikda, mana bu ayrim detallarni mokriy svetda qilib bitkazib berdik. Rangda aralashtirishimiz, ya'ni kombinatsiya qilishimiz sizga yoqdimi yo'q, albatta kommentariyaga yozib qoldiring. Bir dona laykni gumburlatib bosib qo'yish esdan chiqib qolmasin do'stlar. Xo'p, endi darvozaxonamizga to'xtaladigan bo'lsak, darvozaxonamiz ham shapkamizni figuralariga, ya'ni fasollariga mos holatda bo'lgan, chekkalarini, ayniqsa shapkamizni chekkalariga moslagan holatda bitkazib berdik. Ko'rishingiz mumkin. Juda ham ajoyib ko'rinishda bo'lib chiqdi ushbu xonadonimiz ham. Biz Andijon tunikafon kanalimizda bundan boshqa videolarimiz ham mavjud. Albatta bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Biz deyarli har kuni mana shunaqa tunikafon videolarini kanalimizga joylab bormoqdamiz va videolarimiz davomida qo'ldan kelgancha tunikafonga oid ma'lumotlarni berib o'tishga harakat qilmoqdamiz inshaalloh. Bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz siz uchun foydali bo'ladi. Sababi biz aynan o'zimizni ustalar qilgan ishni videolarini YouTube kanalimizga joylaymiz. Mana do'stlar. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana shu joyga yetganda videomizga yakun yasaymiz. Albatta videomizni boshidan oxirigacha diqqat bilan ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. Ketkizgan qimmatli vaqtingizga rozi bo'ling, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizlar bilan har doimgidek usta Shohruxbek bo'ldi. Rahmat hammaga.